Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Tayvanda ochilgan Tiananmenga oid yig'inda Uyg'ur masalasi muzokara qilindi. Xitoy hukumatining diniy jihatdagi taqiblari Tungallarga jiddiy kengaymoqda. Uyg'urcha kino tunji ayrilish Berlinda eng yaxshi film mukofotiga erishdi. Amerika hukumati asad kuchlarining fuqarolarga ximiylik qurol ishlatganligini bildirdi. Tövəndəki xəbərlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. 18 may günü Tayvanның Taybey şəhərində 4-cü iyun oxucular hareketinin 30 illiğini xatırlaş muhakimə yığını açıldı. Yığınğa Tayvan və Hong Kongdakı Xitay təşkilatlarından başqa yana dünyanın hər qaysı yerlərindən gələn Xitayşünaslar, Amerika Uyğur Birləşməsinin rəisi Elşad Həsən əfəndim alayı təklif bilan qatnaşdı. Bu yığını 4-cü iyun oxucular hareketinin 30 illiğini xatırlaş məqsədində Xitay Demokratiya Kitabxanası və Hong Kongdakı demokratçılar Tayvan hökumətinin yardımı bilan o'rlashtirgan bo'lib, 4-cü iyun oxucular hareketinin başçılarından Wangdan, Örkeş və şundaqla dünyanın hər qaysı yerlərindən gələn Xitayşünaslar qatnaşqan. Larry Daymon əfəndimning Xitayning 21-ci əsrdəki dünya demokratiyasiga bo'lgan təhdidi nomli maqolasida Uyg'ur masalasi haqida maxsus to'xtalgan bo'lib, Xitoyning qanchalik vahshiylashganligini ro'shan tipik misollar bilan ko'rsatib o'tdi. Elşad əfəndi məzkur yığınğa 4-cü may və 4-cü iyun hareketinin Uyg'urlar ko'rsatgan ta'siri temasida maqol tayyorlagan bo'lsa-mu, yığınğa qatnaşquchi ba'zi Xitoy tarafdorlarining besim bilan maqolasini o'qishga ruxsat qilinmagan. Elşad əfəndi maqolasini o'qiyolmaganlik sababidan Uyg'ur masalasining mazkur yig'inda to'xtab qolmaganligini bildirib, maqolamni o'qiyolmaganligimdan bo'shib ketmadim. Aksicha yig'indagi har bir muzokaradan keyin qo'limni ko'tarib savol so'rab, so'zligichining bergan ma'lumoti bilan Uyg'ur masalasini bog'lash orqali Uyg'ur masalasini yanada yig'inning kun tartibi doirasida tutishga tirishdim. Uyg'ur masalasi bu yig'inda mening so'z qilmasligim bilan to'xtab qolgani yo'q dedi. Sharq Turkistonda avjilayotgan atalmış asabiylikka va terrorlikqa zarb berish harakatida Uyg'urlarning diniy e'tiqodi izchil muhim hujum nishoni bo'lib qolmasdan, bu xildagi diniy ziyonkashlikning Tungalar rayoniga jiddiy kengayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Zimiston to'g'ri xabarida o'z muxbiri Gansodagi bir Tungan masjidining imom bilan maxsus suhbatda bo'lganda, masjidning allaqachon kompartiyaning tashviqot markazi bo'lib qolganligini, masjidda qarorlik holda davlat bayrog'i chiqarilganligini, masjid tomlariga Xitoy kompartiyasining tashviqotlari va Xitoy raislarining suratlari isilganligini bildirgan. Bu joydagi arab tili o'rganish faoliyatlari birdek cheklanib, imomlarning arabcha o'rgatishi ma'ni qilingan. Gansu inshoot havasidagi mo'llalarga berilgan guvohnomalarni shu kishining kompartiyaga bo'lgan sodiqlik darajasiga qarab taqitish yo'li qo'yilganlikdan imomlik guvohnomasi og'alarning soni borgan sari ozlab ketganligi, o'tgan bir yil ichida inshootdagi ko'plagan masjidlarning oyil tuzliq qubballarining elib etilganligi, agar ishlar mushu yo'sinda davom qilsa, marksizmchilar aytgan din hamon bir kun jamiyatdan g'oyib bo'ladi degan hukmning amaliyatini ko'radigan o'xshaymiz degan. Ningxia Universitetining yaqinda Ramazonda ro'za tutgan 2 tungan o'quvchiga qattiq ogohlantirish jazosi berish haqidagi qizil boshliq hujjatimi bu ahvolni tasdiqlaydi. Xitoydagi tungan ziyolilardan Anran bu haqda so'z qilib, bu Xitoyning asosiy qonuniga butunlay xilof bo'lgan qilmish deb ko'rsatgan. Uyg'urcha film tunji ayrilish Berlin 69-qatimliq xalqaro kino festivalida eng yaxshi bolalar filmi bo'lib baholandi. Bu filmda Aysa Hasan ismli bola meyib onasi bilan birga yashaydigan bo'lib, u onasini pek yaxshi ko'radi. Uning saboqdashi qalbinur aqalliq, oq ko'ngil qiz bo'lib, ota-onasi shaharga ko'chib berib, qizini Xitoycha maktabda o'qitmoqchi bo'ladi. Aysaning onasini yurtdagilar maxsus sanatoriyaga olib bermoqchi bo'ladi. Aysa maktabda tunji ayrilishda bir hikoya o'qigan bo'lib, u garchi hikoyani ancha tushunib ketmasa-mu, uni haqiqiy his qilish oldida turadi. Bu kinoni Wang Lin ismli Xitoy rejissyori ishlagan bo'lib, 2018-yil oktyabrda tunji qo'yilgan va Yaponiya xalqaro kino festivalida eng yaxshi film mukofotiga erishgan. Hollywood muxbiri Torbekti bu kino mazlum Uyg'urlar to'g'riliq ishlangan deb sifatlagan va vatanimizdagi lagerlarni qisqacha tunishtirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagos Suriya to'g'riliq bayonot e'lon qilib, Bashar Asad hokimiyatining Suriyaning g'arbiy shimolida ximiylik qurol ishlatganligini aniqlab chiqqanligini, hamda Amerika hukumatı Bashar Asad hokimiyatining Suriyaning g'arbiy shimolida bo'lgan hujumlarni yaqindan kuzatayotganligini bildirib, ximiylik qurollar ishlatgani dalillansa, Amerika va ittifoqdosh davlatlarning darhol chora qo'llanganligini bildirdi. Asad hokimiyatining Mushayning 19-kunda Idlib rayoniga hujum qo'zg'ab, nurg'un kishining hayotini xavfga keltirganligini aytgan Ortagos, Asad qismlarining Suriyaning boshqa joylaridagi to'qinishlardan Idlibga qochib kelgan musofirlarni hujum nishon qilganligini bildirdi. İstanbulda o'smir bolalarning o'smir yurtizlar nomli muaytay musobaqasi o'tkazildi. Küçük
Küçükçekmece Yaşlar Merkezi'nin Solak Oğlu Sport Meydanı'nda ötküzülgen müsabakada Uygur evlatlarımız yukarı neticelerge erişken bulup, Ekram ablız, Erpan ablızla 1. derecege, Eksan ablız, İlham ablızla 3. derecege erişti. Yaş çempiyonlarımız 2 altın ve 2 mis medal mükafatı erişti. Haberlerimizi kögünün rahmet. Görüşküçe aman bulunla. Hayır hoş. Allah'a emanet.